Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz muhojir qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Salomat xotirjam turibsizlar? Men Janobi Allohdan hammangizga salomatlik, xotirjamlik, oilangizga baxt, saodat, ishlaringizga utuq, barakat tilayman. Men oilamdagilar va urug' tuqqan do'st birodarlarim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Men oldi bilan o'zimni tanishib o'tay. Mening ismim Ali Bakir. Aqsu viloyat Avat nahiya Dulan yeza 4-kent 2-guruhidan. Mening chet elga chiqishlik sababim men vatanda normal bir tijoratchidim. Xitoy kommunistlari 1997-yili meni hech qanday bir gunohsiz holatda diniy o'qidim, qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullandim, vatanni parchalashga urindim deb 2 yil turmada yotqizib, gunoh topolmagandan qo'yibdi. Shuningdek, menga xotirjamlik bermadi. Hadisi saqchixonalarga chaqirib, mening xotirjamligimni buzib, normal yashash fursatlarimni tortib oldi. Shuningdek, 2001-yili yana hech qanday gunohsiz holatda vatan parchalashga urindim, qonunsiz diniy faoliyatlarda shug'ullandim deb 3,5 yil turmaga qolmadi. Men turmadan chiqqandan keyin normal bir yashash fursatiga erishamadim. Xotirjam bo'lolmadim. Hatto o'zimning hayotimdan ansirdim. Saqchilar hadisa uylarga bostirib kirib, aqtirib, bolalarni qo'rqitib, hattoki bolalarim saqchilar eshikni boshqa bir odam eshik ursa, saqchilar kelibdi degan gumon bilan pardaning orqasiga mukidigan ayndaq bir qo'rqinchli holatga keldi. Shuning bilan men 2014-yil 9-ayning 7-kuni vatanni tashlab Istanbulga yenib chiqdim. Men shu Istanbulga yenib chiqqandan keyin ya'ni 2014-yil 10-oyda oilamdagilar bilan bir qatim telefonda aloqalashdim. Undan keyin toki hozirgacha aloqalashamadim. Men boshqalardan, ya'ni boshqa aloqalarimdan bir xabar o'qish orqali atam Abak Saudninki 2016-yili masjidda tabliğ qilding degan sababli 7 yil turmaga kesilganligini, ukam Yusufjon Abakninki bola o'qitdim, tabliğ qilding degan sabab bilan 7 yil kesilganligini, ukam Abdukim Abak bilan ayoli Almira Tursunning bola o'qitdim, o'zing dinda o'qiding, qonunsiz diniy faoliyat bilan shug'ullanding degan batnomlar bilan 7 yildan turmaga qamalganligini, ukam Abdukim Abakninki qiynonisi Qanbar Nisoxonning 7 yil turmaga kesilganligini uqdim. Hozirchilik onam Xaynisoxon, ukam Ablajon, Mo'minjon, Emrullo Qari qatorliq inlarimninki qaysi holda ekanligini uqmayman. Ularninki lagerdimi, turmadimi, hayotdimi, o'lib ketdimi unutib qolmadim. Undan boshqa tag'am Osman Sabot, o'g'li Talib Osman, o'g'li Mutla Osman, Oygul Osman qatorliq qarindoshlarimninkimi, tuqqanlarimning hozirgacha hayotmi, turmadimi, jazo lagerlaridami uni uqolmadim. Qat'iy xabar olamadim. Ben ularniki hayotidan ansirab qoldim. Shunga Turkiya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan o'tindiğim ve her qaysi insan haqlari tashkilotlaridan o'tindiğim meniki urug' tuqqanlarninki bayo'qligininki bir xabarini epagan bo'lsanglar. Yana dunyoning har qaysi joylaridagi ommaviy medialarniki, ya'ni axborot o'rinlariniki Xitoyninki aldamchilik, razil siyosatlarini tunib yetinglar. Xitoyninki bu aldamchilikqa yo'l qo'ymanglar. Xitoyning razil siyosatlarini fosh qilinglar. Xitoy tashqi siyosatda bundaq ko'zbiyamchilik qilgan bilan ishki jihatda her kuni necha minglagan Uyg'ur qarindoshlarimizni o'ltirib, qinini ichmoqda. Xitoyda insonlik yo'qoldi. Xitoyda Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm
hech qanday bir millatning beshi kelmedi. Her günde neçe minglab Uygur qarindoshlarimiz o'lyotidi. Bununla dünyadaki insan hakları teşkilatlarının başka taraqqi qilgan davlatlarninki bununla ilgi chiqishini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Uyg'ur millatining haq huquqlarini so'rish qilishini murojaat qilaman.